Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilari. 5 etaj domimizning 4-etajida bir xonamiz sroch sotmoq bo'lgan ekan. Har etajimizda 3 xonadon bo'ladi, ko'p tonlarizning. Chap qo'limizdagi bir xonani ko'rib chiqamiz. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, 6-mikrondamiz. Parkandan girsangiz ham bo'ladi, Merxmartelni orqa tarafida bo'ladi mestamiz. Shudagi joyni ko'rib chiqamiz. Yurtdoshlar, 1-apreldan sroch sotish kerak ekan. Agarda 1-apreldan sotilmasa, mashina bor ekan, shuni sotaman, buni sotaman degan bir niyam bo'lib turibdi. Shuning uchun shunga qarab bemalol telefon uraverasizlar. Bu yon tarafimizda girish qismi, girganimizdan keyin koridor, sanuzel, kuxni, balkon, bu yon tarafimizda xonasi bo'ladi. Xonasini tushuntiradigan bo'lsak, bedina oboydan chiqib turibdi xonasi, qatoqlarimiz aqlangan. Ataplanasini ega yurtdoshlar. Oynanamiz aqva. Uyimizning holati yurtdagi normal holatda bemalol kelib ko'raverasizlar. Почти politurkaning bo'lib turibdi berimizda, o'sha balkon ham bor. Berimizda yana sanuzel. Bir remontasi zo'r etib, hozirgi zamonaviy remontda dim zo'r chiqadi, xudo xolasa. Berimizda yana kuxnya joy bo'lgan, kuxnyamiz balkonga ko'chgan. Bu yerda uголокlarni qo'yib, ovqatlarni ustiga tuzsangizlar, yon tarafida xona bo'lib turaveradi. Bu yerda yana rozetka, ключатlarimiz tayyor. Birdan shu xonada ikinci yetadi, boshqa joyga qoladi dedilar. Yon tarafimizda yana balkonimiz ham bor. Bu yerda mo'ychamiz, gaz plitka, bu yerda ataplanamiz joylashgan bo'ladi. Oynamiz akva. Park, Merxmartel, urologiya hamma yerda udobniyada. Chiqasa liniyada muammo yo'q. Bog'cha maktabdan ham. Narxini aytadigan bo'lsa 270 millionda to'la kelishib beradi. Kim ma'qul bo'lsa ekranimizda qolgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.